Bugun nimaga bugun yoshlar taqlidchi bo'lib ketyapti? To'y qilaman desa dardi zaksxona o'tadi, gulni qaysi qo'lda ushlaydi, kelingni qanaqa qilib ushlaydi, qaysi tomonda turadi, o'ngda turadimi, chapda turadimi? Boshingda turmasa bo'ldi, bolam xotining. Bugun shuni o'ylaydigan bo'lib qoldi bugun. Uzingni qana taqadi, sharmanda. Shuncha odam ichida xotiningga uzing taqasan. Qatda topfoldik bu narsa. O g'ayridinlarda, u ko'pchilik ichida stadionda o'rtasida tizzalab anu lo'q xezalay bola tizzalab uzingni otsa, endi anu ayolni yig'lashini ko'rsangiz, butun o'sha yerdagi 80 ming stadionda odam qarsak choladi. Bulardan baxtligi yo'q deb o'ylaydi. Ota-bobolarimiz tizzalab uzing taqmasdan mana 80 yil yashab berishyapti. Nimaga bilasizmi? Ularda ayollari haqiqiy original ayol ularki. Ularki muslima. Ular o'zi haqiqiy original mujik bular. Erkak bular. 10 ta bolasini tishini oqini ko'rsatmay boqib qo'ydi. Chunki ularda bolalari, ularda ayollari muyunparas bo'lmagan, dunyo urmagan ular.